berib ketganda har xil sentrlar. Men kimnidir muhokama qilmoqchi emasman. O'rtoqlar, men уже Bebisan massaj sentriga 2-kurs tashrif buyurishim, ya'ni oldin misol uchun bitta joyga borsam, просто reklama qilib ketardim. Lekin bularga rostdan ham farzandimni olib keldim. Birinchi kursda ham polni reklama qilib ko'rsatib berdim. O'zimga ilingan narsam sizlarga ham ilindim va farzandimni hozir 2-kursda olib keldim. Nafaqat farzandimni, balki janimni ham olib keldim. O'zim ham figura korreksiya qildirganman. Oxirida sizlar bilan bo'lishamiz. Hozir esa massaj jarayonlarini sizlar bilan birgalikda ko'rib boramiz. Massami? Nafsipan o'zlari qoldilar, yana qizimmi? Soliha qizimizni birinchi kursga kelganda oyoqlarida displaziyasi bor edi, yaxshi ochilmasdi. Mana o'sha ikkinchi kursga ham kelishdi. Bugun 3-kuni rentgenla qildiruvga juda ham yaxshi tomonga o'zgargan. Xudo xolasa 10-kuni yana ko'ramiz. Endi esa jiyanim haqida gapirib beradilar. Usmaya qizimiz birinchi kursga kelishdi. Konsultatsiyada ko'rganimizda qadrdonlik podozreniya qiluvdi va rentgenga yubordim. Rentgen qilib kelishdi. Aytganimizdek, bir tomonlama podvizov chiqdi. Xudo xolasa rezultatlarni musofirda bo'lishamiz. Buni o'zi mazza qilib yuribsiz, balonlar bilan.